Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni Mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash Yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemaklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemaklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Bereketli qadamlarimda men organiya ishlatilgan Ochil chash sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organiya chash sopilari. Japa tartdingiz. Rahmat direktor. Xizmat mudiri nima ish qilibdi? Mudir o'ltirdi-ku. Ishni qilmay o'tiramda. Bir ish qilayotgandek emas. Bo'lmasa qarab boqaymi? Ha, yo'q bo'ldi. Bo'ldi, ishingiz qiling. Baq, qo'shamiz. Ishni qilmay o'tirdi. Bu qanday bo'lg'ini? Ishlamay o'tiribdi. Qo'lisida nima o'ylayotgani bu xotin? Şunun dişini buruk etsem, işini qilmay o'tirdi. Başqalar meni bekor qobiliyatli xislat demakdi. Tinchlig'im az qoldi. Agar materiallarni vaqtida topshirmay qo'ysam, 100 qadr qilmasman. Yaxshimisiz direktor? Ha. Bu siz deb qolgan materiallar. Bu taklif fikrlar. Bu plan tadbirlar. Qani ko'rib chiqing. 11 tala ham tugdimi? Albatta. Yana bumi bor. Təşviqat bölümü, elan bölümü, bazar bölümlerinden hammasining plan tadbir, fikir təkliflərini elib yezib çıxdım. Navada o'qib chiqqandan keyin təklif fikrlar bo'lsa menga esingizda bo'ldi direktor. Yana boshqa topshiriqlaringiz bormi? Yo'q, yo'q. Xayr, xo'sh. Xislat? Bu narsani qanday ishlab oldingiz? Qanday qilib bo'ldingiz deganingiz nimasi? U vaqt bak qisqa tusilayimda. Kechiring, bu mening xizmat maxfiyatligim. Xayr, xo'sh direktor.
Demem malay. Sizin kelib bir tamak yap. Odiyada o'tazir qishim bor deb berib shuni qilay. Ma'qul. Oy, tamakka toza o'xshab var. Qani kira. Berna g'ash tamakka bek amraqdi. U ko'rinmaydi o. O yatağa qo'ydi. Tamak yemem diken. Yemeyme deydi. Onun bir iş oldu mu ya? Sen beni mi diyen bitem? Bence onunla kesipsem dedim. Cemile'nin oğlu birmen de. Hey. Allah'ın özü koyupasan bulmam da. Özgü koyupada oxtab, bir ömür capatasın mı? Cesur, kabiliyetlik. O kızımızla herkes cepat atmazmaydı. O kaçan pul tep boğuca, o capat atıp ötüdü o. Balı terişcan bozsula eminası bab olur demez mi? Bizim o buruntulla eminasımız bab olgan mı? Acaba sen ötmüşünü unutup kaldın mı? Şu ötmüşsün unutup kalmağaçka Cemile'nin oğlu berey de vatı ben. Herhalde kızımızı oylap bir iş kılasın. Açım ottağını. Tamaqını yavaşın andın değişsek mi buludu o? Tamağını yap bulup yatak uy kırvasa kaçan söyleyse ka. Dada, Oh. nima deyishatsizlar? Hech gap yo'q bolam, hech gap yo'q. Tamog'ingizni yeyavering. Qaragan geping va o'xshaydi dada, degina. Ay, nima gap bo'ldi deysizlar. Shu ayliqi ishxona mudirligidan boshliqning katibiga o'zgarib qolgandan keyin tuyuqsizlik parvar ansirab o'tiramay. Voy dada, dedimg'u, unda ish yo'q deb. Shunday bolam. Oy qaysi kunima qoroda bir er kishi bilan gap talashib ketibsan. Shu odam seni xap qilatam diye. Parvar. Dada, mush gapni deb bo'ldingmi ammamga? Voy bolam, boshqa gap Oy emas. jinim balam. Oy qizval cho'ngib qolganki vaqti to'yini qilish kerak ekan. Bo'lmasa so'z chechak qoldi deyman. Bir Amma, haqningiz davasun. Meni hozir to'y qilg'im yo'q. bolam. Oy sizlar qachongacha uy o'chaqliq bo'lmay, dadanglik tayinib yashavarsizlar? Ha? Hammang dadangni malay qilib oldinglar. Parvar. Bu 5 qalayimqan gap qiltiding qanday? Kim malay qilibdi? Malay qilmay desang, vaqtida to'yingni qilamisan? Voy, bir og'zingni jim tutib o'tirsan, qachikan deb qolmizmi seni Parvar? Voy aka, sen ballarining ko'nglini ayig'ining bilan bu balli seni ayimisa? Dada, gepingni qaraganda men sizlar yuyib qoldimmi qandaq? Oy, yug'may desang-chi, vaqtida to'yingni qilsangmi bo'ladi? Voy, og'zingni jim tutib o'tirsan, bir qachidamda seni. Achibmi zerikdim bo'ydin. Voy, zerikkan bo'lsang to'yingni qilamisan? Yana. Ne yapıyordunuz? Ha? Siz izlep bamgayıp kalmadı mı ne? Hem adam mesrifte. Hiç sen dünyadaki ölçüm oturun ha? Shu xizmat chiqib qolsa ishlaymiki deb u yoq bu yoqqa berib boqdim. Siz bu yerga o'qiyman deb kelgandingiz-ku. Nima xizmat? O'qisammi pul kerak bular. Yilimizlarni bek og'ir qo'ydim. Mana qarang. Qandoq bo'lsa bo'sh men bilan munosabat eting, ha? Ishlamay deb nochilik qilmay, maktab tizimini oldirib o'qishingiz yaxshi qo'ng. Men bir tanlov bazasini ish topdim. Pulingizni tez qaytarib bermang. Ansirab ketmang. Siz uchrab qolmasam-ku, mushim yo'q menga. Nima? Vay. Cesur doktoruma. Ha. Qashqardan kelgan Mantinakning kasallik tarixini ilib kiring, ha. Bo'ladi.
Kira. Kira kaldı lan. Mana. Bu kişi benim Qashqardan kelgan yaqin og'inamni aksi bo'ldi. Hozir avval qanday? Dastlab kirganligimda hozir xil yaxshi. Ishtasim normallashdi. Qon besim qanday? Qon besim normal. Bo'ldi. Men mani tafsilga ko'rib baqaman. Ben chiqaman. Ha, hey, Jasur. Boshqa ishingiz bo'lmasa, bugun kechda bizning uyga bering, ha? Bo'ldi, rahmat. Boshqa kun bor hali. Sizmi ko'p jafo chekdingiz, men charchadim. Kechda tomoq yegach, birdan bir paranglashayni. Ha, ma'qul. Unda bo'lsa men saqlayman. Ben chiqaman. Ma'qul. Neden İvan geldi? Çıkma. Liman geldi lan. Az olsun. Ağır bakıyorsun. Ha? Namankan. Keldim lan. Manavingiz yaxshimi? Kiradi. Siz menga? Ha? Tomoqni qatayapman. Uyumayman gelme. Ha. Keldi. İkkinlarni tanıştırmışsam bular? Yo'q. Merhamet. Ayrıcampның qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayrıcamp. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırıcı. Vay nemin? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Bu şoxluqlar mendila. Bu güzellik mendila. Bu sarxillik sendila. Her gün her joyning yarışığı parilar ming rang lavsruqlari. Parilar. Men Dilkan Xalqaro So'zchek şirketi tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Voy. Rahmat. Sizga deb qo'yaman? Bir necha yil oldu. Tatliq narsalarni yaqin kelmagan. Sal diqqat qilmasam, qancha kirib o'rlab ketasan. Ha. Tug'usti diabet kasallik shifo qiladi. Ha. Tug'usini ichib turyapman. Lekin ba'zi aldirashchilikda uni kunda ichishga muvaffaq chiqmadi. Ha. Qani, choy qo'ying. Dadam dukka açıdı davet ettiniz. Dukka işleri aldırış oldu. Tamaqlarını qanday qilyapsizlar? Tamaqimizni ammam etib beradi. Ammangiz sizlar bilan bilib turamda. Yo'q, ammam bizlar o'ril qo'shila turdi. Ash tamaqimizni kirib etib beradi. Qani, choy qo'ying. Voy. Qani tamoqqa. Qani, bering. Siz bo'lsangiz. Ha? Assalomu alaykum. Qani,
Meyvege bakkaş oturun. Sizler öyde nece bala? Bir adam ve bir inim var. Ulan demiş kıldı? Adam şirket işleydi. İnim bu yıl okuş bitedi. İşki oğul eken sizler de. Adınız yatlık bolgandı? Yaktık. Cesur. Niyeler ne lan? Ben de. Siz ne lan? Bizning qayday. Yaxshi kutyapmidi, qattiq quruq bo'lib qoldi. Yo'q, bek yaxshi bo'ldi. Varib qo'ydim, rahmat. Pat-pat kelib turing, ha? Ha. Bana kızım. Ha? Mustafa ya. Cesur. Nima doktorga başına kız kelginiz mi demeksiz? Dadam opam yurtda degan to'ng'izg'u. Kechiring men. Navoda bugun oshkorlanmagan bo'lsa qachongacha meni aldamoqchidingiz? Men asli sizga burildi degan lekin sizdan mijozingiz bilgachga shon diyamagandim. Agar shu chaq diyamsam allabura menda ayrilib ketgan bo'lardingiz. Undaq bo'lsa hozircha ben bu hayatda qanchalik o'ng'aysizlanib o'tirdim. Cesur men xastam qilmadim. Ko'rgansiz. Opangizdan manqan muomalasini ko'rgansiz. Men o'zimni qo'yg'idek men topolmay qoldim. Opamning mijoz asaldan shundoq shon ko'ngilingizga omon bo'lamdi. Cesur. Adam bir depmi koymay mehman çağırıpsız ha? Ne boptu? Bir kaçını artık judun koş o. Meni körüp baksoğun dep. Kastan çağırıp geldiniz o deyim ha? Əslində qısılıb otdağın balını xicil qılıb, nədi gəpdən sonra bultadın? Hey, sən başqalarını osallaşdırsan, xuşal bulamsa? Kim bildi? Kızımızga maksat yıkılış adamdı da. Abba, neyetki gepni qildi ekansiz? O tek bugün bildi. Ben onunla apamdadan şurtta deb yağan gep qilgan. Ha? Beyli osalalat qo'ydingiz abay uni. Ne bo'ptamdi? Mən bayatınla Cesur'un ifası qırab bir nəsini his qilgandim. Sənmizə. Kızımızdan baxtında mən yaman boldum mən de. Hey. Cesur. Sizin açığınız kelgan men bilmem. Men xastam bundoq qilmadim. Men kechiring. Men sizdan ota-onamning ailemni ishini yoshirgandan sir sizga hech qanday yolg'on gap qilmadim rost.
Buna telefon ama yo'qolib ketdi, ama ansirayotganman. Men ansiratman telefonni ilang. Kızım. Ko'nglingizni tushunib turibdiman. Undaq behuda ishlar. Men sizdan opangiz qizim. Ha? Men hech qanday vaqtda sizga yomon bo'lsin demayman. Qiz yigitlar muhabbatlashayotganda qo'lqi gaz, ko'zi ko'r bo'lib qoldi deyishdi ekan. Çoğlarının beşidən nurgun ısıq soğaqlar ötkəşkə keyinkilərə nəsiyyət qıldı o. Mən qarab durub, sizin otqıştıramam mı kızım? Abba, sizce sonu pakatlı düşenmeysiz. O gerçi azga yaqını bilen kişi köngül bilişini bildi, qadrini qıldı. Şundaq mı deyli? Ha? Siz sen oquyma davatsız. O aşı kiçik maaş bilen sizini oqıta alamda. Keyin sizlar balliq bo'lsizlar. O vaqtda chiqiminglar texmi aşıdı. O vaqt qanday qilsizlar? Aş kichikina maaş bilan xo'rgul turmush kechiramizlar. Bu chog'da men ishlayman abba. Men maaş olmay, ishimiz maaş bizga yetadi. Qizim, turmushga nurg'un ishlar siz o'ylagandek unda oddiy emas. Men o'z vaqtida dadangizning yaxshi ko'rdim deblam to'y qilgan. To'ydan keyin bizning turmushimiz shundoq jafoda o'tdi. Men dadangizni yaxshi ko'rgachga bu jafolarni ko'zimga ko'rinmadi. Lekin asta-asta o'zimizning shuncha charchaganligimizni his qilgan bo'ldim. Bizning bugungi mush kunga erishishimiz uchun bizning qanchalik jabr tatganligimizni siz faqat faraz qila olmaysiz qizim. Men tatgan shu jabrlarni sizning qayta tortishingizni faqat xohlamayman. Abba. Barna, atan deganchu farzand uchun barliqni aymaydi. Chinim abba, mush bir qaytim, mush islam meni tanishimga yo'l qo'ying bulamda abba. Men Cemilerden değiş buldum. Biz bir gün vaqt chiqib birga tamoq yeydigan bo'ldik. Başqasan o'ylamay, yaxshiroq ara meni. Atgelinginiz xayrli bo'lsin, direktor. Bek salomatlik bo'lib ketibsiz. Men sizga nima degan? Ha? Bundaq zo'mzo qilingan hurmat bilan xo'sham yo'q deganmidim? Ha, shundoq. Esimda bor. Hammasi esimda. Siz nima ish qilsiz bu yerda? Zo'mzo emas, samimiylik bilan chiqdim. Bunda kulsam pek chiroyli bo'lib ketaman deb o'ylab qolgan o'xshamaysiz? Bunda saxta kulsangiz, o'mijikning to'g'ridek bo'lib ketgan qo'riqlaringizni yo'shiramay ekansiz. Ma yoshga kirib qolganda, qo'riqlarni ancha-muncha yig'ishtirib yugulik. Men diqqat qilay. Diqqat qilamsiz, qilmamsiz, bu chiroyingiz menga baribir. Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot, cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşo cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atgan chayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atgan chayi. Ayollar gulga o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Tokilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yulim qog'ozlari.
Qalğaç markalı sopun paraşogi vətib erkin çıxırırsın. Vay nemin? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşogi. Men Kamolat tish doktori. Tishingizni har kuni atdigan kash 2 vaqt tomoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqi asrash yurishdiki. Men bu filmda Pərvər obrazı bilan tomoshabinlar bilan yuz ko'rchiman. Bu filmni har vaqt eslagan vaqtida aşındaq bir kichikgina janrlar esimga kelib turdi. Bu rolni o'ynagan vaqtida nurg'un adam balki menga tushmaydi deb qolgan bo'lishi mumkin. Xuddi Uyg'ur ayollarining gigant, tirishchan, jafoga chidaydigan ruhi mening rolim orqali namoyon etgan. Ballar qarta talabchan bo'g'ini bilan shundoq mehribon, atbuchan, tirishchan bir onaning obrazi. Qarindoshlik mehri, ota-ona mehri mush film orqali shunchalik yaxshi ifodalangan. Lekin mush kino, televiziya filmlarini ishlagan vaqtida shundoq bir afsunarlik ishlar yuz berdi. Biz sahnada dramalarda rol o'ynagan vaqtimizda bugun ko'ngildagidek o'ynayamsak, ertasi shuni o'ngishib olg'ili bo'ladi. Lekin filmda undaq emas ekan. Mush filmdagi ba'zi yerlarga qarab o'zim hajab bo'ptikan deb qolaman. Masalan, ba'zi bir afsunarlik yerlarni o'ylanib, qanday bo'lgan bo'g'iydi dedim. Men bu filmni yaxshi ko'rdim. Nurg'un yerlardan men shunchalik rozi. Chunki tomoshabinni rozi qilaligidek yaxshi rol menga keldi. Men shunday yaxshi o'ynab oldim deb o'zimdan bir baxt tuyg'usi ichida minnatdorlik bilan tilga olaman bu rolimni. Lekin ba'zi bir kiyim-kechak, grim, yurish-turish, inkas bergan vaqtlarimda shu jafoliq charchagan mezgillarda bek astoydil bulanmagan yerimdan shunchalik o'kinaman. Sizlarga deb bermaganim bilan nurg'unlagan o'kingan. Men azaldan rol o'ynasam, rol ko'rsam, o'zimning yaxshi yerini emas, o'zimning nachar yerini, obraz bilan yaqinlashmagan, obraz bilan birikmagan yerimni ko'ratdim. Mushu filmda shunday bo'ldi. Bir adam bundaq yaxshi rol uchirmaq bek tez. Hayatımda ata arzusiki Pərvər rolu bilan uchrashib qolganimdan o'zimni baxtli his qilaman. Bu rolimni shunchalik yaxshi ko'raman. Ekran oldidagi har biringlarni bu rolimni shunchalik yaxshi ko'rsizlar. Muhabbat mangulik tema. Lekin aka degan so'zni aytgan vaqtida mening butun uyg'unlarim bo'shab ketdi. Hammaning aksi yuziga yaxshidir. Lekin mening akam menga bir talla. Şunu bu rolda hamda Abdullah Abdurim mening akamni o'ynadi. Aşağıda Abdullah Abdurim shundaq bir mehribon, dunyoda tepilg'isiz jufti yo'q bir akani namoyon qildi. Men har bir mush rolni o'ynagan vaqtimda o'zimning aksi esimga keldi. Mening akamning menga shunchalik mehribonligi, meni har yerdan qo'llashlari, menga yetkazgan mehribonligi, menga yetkazgan muhabbatiga bu ekran orqali bir rahmatimni aytibog'im keldi. Shundaqla mushu rolda men akam bilan o'zimning o'tirishdagi mehr muhabbatning qanchalik cho'nqur bo'lganligini, qarindoshlar aramu bir-biriga mangulik muhabbat bera oladiganligini, mehr bera oladiganligini, shundaqla shunchalik hayajon ilkida faxrlanish tuyg'usida bir-biriga bergan mehr muhabbatiga minnat qilmaydiganligini his qildim. Minnatdor bo'l ko'rgan har bir kuningdan, ranjishlar dilimdan topolmasin joy. Jilvigar gulning tikini birga, go'zaldur yuzida dog' bo'lsin ay. Jilvigar gulning tikini birga, go'zaldur yuzida dog' bo'lsin ay. Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin, o'zgarmas haqiqat.
hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol